Hayitda qizlik uyimga bordim, lekin endi avvalgidek erkatoy qizlardek emas, mehmon bo'lib bordim. Eshikdan kirishim bilan hamma narsa o'sha uyimizning hidi, bolaligim o'tgan devorlar, lekin endi men boshqa odamman. Qizlik paytim ishlarni hammasini onam va opam qilardilar. Tozalash, tartib, ovqat. Men esa shunchaki adamni erkatoy qizlari edim. Endi esa men ham bir uyning bekasiman, farzandlarimning onasiman. Bu xayollar bilan oyimga yordam berib, uyni ham birga tozaladik. Ochig'i oldin tozalashni juda qiyin deb o'ylardim, lekin hozir yaxshi vositalar bilan bu anchagina oson. Masalan, oshxonadagi yog'li joylar uzoq ishqalash kerak bo'lardi. Endi esa bir-ikki harakat bilan top-toza bo'lib ketdi. Duxovka listi deysizmi, rakvina hamma joyi yarqirab ketdi. Asosiysi hid qoldirmaydi, qo'lga ham bezarar va vaqtni ham tejaydi. Onam ham bizni paytimizda bunaqa narsalar yo'q edi dedilar hayratda. Siz ham qizlik uyingizga borganingizda nimalarni his qilasiz? Kommentariyaga yozib keting. Agar video yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'ling va like bosing. Bundanda qiziq videolar hali oldinda.